Bo'ldi. Hozir urasiz ekan uni hozir. Hozirmi? Ha, olasiz. Mana Bo'ldi, bora. Polistirol betonni hozir mana uradilar. Uring aka. Qoyil. Ko'ryapsizlar? Oxirgi kuchlar bilan uryaptilar. Bo'ladi aka, yetadi. Mana shu bittasini o'rniga 20 ta g'isht tushar ekan. Bu polistirol beton bo'ladi. Buni narxi ham realniy, haqiqatda pishig'ishdan pashti birga bir keladigan holatda. Hozir qursalar yengilligini yozib qo'yilgan. 60 kilo pishig'ishni o'rniga 18 kilo turar ekan bunda. Hozir bu aka mana ko'ringda, olib kelib ko'rsating. Urilganda faqat ichkariga kiryapti, yorilgani yo'q. Qo'shiladigan narsalari buni mana bu yerda pokay. Haqiqiy pokay qo'shiladi. Bundan tashqari aka mana ular nima edi? bu aka ezdo deydi, Rossiyadan nimasi, sasna daraxtidan shirasi keladi aka. Ha, bu hozir daraxtni shirasimi bu? Ha, shirasi bu. Qo'shilgan. Birga ishlab chiqarganlar nima suyuq suv bor-ku, ashaqadan qo'shyapti. U bo'lmaydi. Rossiyadan olib keltirasiz. Buni Rossiyadan olib keltiraman. Bu hozir dastlabkiga bor, dastlabki qilgani Farg'onada turibmiz. Bu nimasi yana bu? Bu hali shisha tolasi fibra deydi buni. Buni ham qo'shiladi. Bu ham qo'shiladi. U qishtirmaydi, nima qiladi hali chiqon-chiqonlarga, nimalarga narsa bu. Bu hozir mana shu hamma yo'qni qo'shib, bundan tashqari yana nimada bo'ladi bu? Semon bor. Har bittasiga 10 kilo semon qo'shiladi aka. Bittasi 10 kilo semoni bor. 5 kilo qum ketadi. 5 kilo qum ketadi. 15 kilo mana stanoylar o'zimizda ishlab chiqarishda turibmiz. Batdan hozir olsangiz atrofdan misol atrofdan 3000 4000 aytsa qiladi. Qiladi. Misol o'zlaring telefon qilib so'rab olsalaring bo'ladi, nomer qoldirib qo'yapmiz. Bundan tashqarida ham tayyor quyilganlari bor, mana ko'rib turibsizlar, tashqari to'la. Qancha siz dastlabga qilib berishadi. Bundan tashqari mana uni 2 kundan beri suvda turibdi deyaptilar. Aka 2 kundan beri suvda turibdi dedingiz-a? 2 kundan emas, o'sha qo'yib qo'yganmiz, sizlar kelishgan yo'q. Bu necha kun turadi u suvda yana? Turaveradi. Bu cho'kmaydi, nam totmaydi bu. Zo'n narsa ekanda. Hozir bu mayka teshib turib Aristonni o'rnatsa bo'ladi. Necha kilogacha ko'taradi bu? Ko'taraveradi bu. Aristonni ko'taraveradi bemalol. Bemalol 150 kilo, 100 kilo Aristonni bittasi ko'taradi. Hamda bu uteplitni o'rniga ham o'taverar ekan. Sababi buni ichida ancha pokayi bor, sementi bor, qumi bor. Suv aql, boshqa aql qilmaysiz. Buni bitta qilganingizdan keyin yengil bitta rodbonni mayak qo'yib tortib turib, ustiga bitta shpaklovkan qilib aboy qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi. To'g'rimi aka? Bo'laveradi. Xo'p, hozir Farg'onada turibmiz, Marg'ilonda, Minnonobodda. Dastlabki qilsalaring, misol yengil mashinada qancha bo'lsa bor, bundan tashqari boshqa viloyatlarga ham kelishilgan holda chiqariladi. Xumdon deydi-da. Xumdonda biz Minnonobodda. Xumdon. Qo'shtepa, Xumdonda biz. Eshitma qilmaydi. O'zi podpischilar ham tushunadi bizni. Xo'p, buni hozir kilosi 18 kilo. 20 ta g'isht o'rniga tushadi. Bu o'sha ko'rsatdik suvda cho'kmaydi. Bundan tashqari urganda yorilmaydi. Mana bu masalani qo'shib qo'yganmiz. Mana shunaqa sifatli mahsulotdan ishlatgis kelsa, pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Akamizga telefon qilsalaring, xudo xolisa dastlabga qilib beradilar. Anu haligi aka nomeringiz 91 652 91 652 hop 9320. Ezdo bu, anu Rossiyadan keladi bu. Sasnada shirasi bo'ladi. Bu pok bilan semonni biriktirib turadigan narsa bu. Birga ishlab chiqarganlar nimani gelda qilyapti, u gel bo'lmaydi. O'zi aslida mana shu dan qo'shish kerak.